Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, qadrli ustozlar, o'quvchilar, abituriyentlar. Kecha kuni kanalimizga SAT matematika qismida tushgan testlardan biri tashlangan edi. Ushbu testimizni video yechimini ham ko'rib o'tamiz. Bizda savol quyidagicha berilgan. Hop, en arborist, ya'ni arborist degani bizda daraxtlarni parvarishlovchi inson tushuniladi. Ya'ni bir en degani, ya'ni an artikli bor, a yoki n artikli, bu bizda bir deb tarjima qilinadi. Bu one desa ham bo'laveradi, one harfi bilan, ya'ni one so'ziga teng. Ya'ni bir arborist naturalist, demak hisoblamoq yoki o'lchamoq ma'nosida. O'lchamoq, o'lchaydi ekan. Rekord degani qayd qilmoq yoki yozib olmoq ma'nosida. Biz yozib olmoq deylik, yaxshiroq, oddiyroq tushuncha. Demak yozib olmoq. Height, balandlik. Red maple trees, ya'ni qizil daraxtlarni ma'lum bir yuzadagi, area esa bizda yuza. Demak, ma'lum bir yuzadagi qizil daraxtlarning balandligini yozib olib, ya'ni ularni o'lchab yozib oladigan ekan. End of the red maple tree height, ya'ni qizil daraxtlarning balandliklari, ya'ni bu areadagi, ya'ni this bizda bu maydondagi yuzalarni qayd qilib olibdi va qayd qilingan daraxtlarni minimum balandligi 42 fit ekan. Ya'ni eng kichkinasi minimum. Demak, minimum balandligi 42 ni bildirar ekan. And the maximum, demak maksimum balandligi ham bor ekan. Maksimum balandligi esa bizda 57 fitga teng ekan. Demak 57 ni bildirar ekan. Hop, endi which bizda savol boshlanyapti. Which inequality esa bizda tengsizlik ma'nosida ishlatiladi. Qaysi tengsizlik, ya'ni javobdagilarni zid beryapti. Quyidagi tengsizliklardan qaysi biri? True, rost, all possible value of t, ya'ni t ning value esa bizda qiymatni bildiradi. T ning barcha qiymatlarida to'g'ri bo'ladi. Qayerdagi t? Represent bizda ifodalamoq. Demak, t bizda ifodalaydi ekan qayd qilingan balandliklarni, ya'ni balandlik, rekord yozib olish, ya'ni yozib olingan balandliklarni, ya'ni fitdagi qizil daraxtlarni bu yuzadagi. Demak, arborist qizil daraxtlarni, ya'ni qandaydir bitta yuzadagi, ya'ni qandaydir bitta yerdagi daraxtlarni o'lchab, ularni yozib olyapti ekan va ularni umumiy bitta ro'yxat qilib shakllantirgan. Minimumi 42, maksimumi esa 57 fitga teng ekan. Bizda quyidagilardan qaysi tengsizlik ushbu holatni ifodalaydi deganda, demak bizda maksimumi minimum 42 va maksimumi 57 fitga teng bo'ladigan javob bo'lishi kerak. Bizda bu esa D javobga to'g'ri keladi. Mana shunday. Hammaga manfaatli bo'ladigan umidamiz. Rahmat. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin.